Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan ekrandagi ushbu motion animatsiyani qanday tayyorlaganimni ketma-ketlik bo'yicha o'rgataman. Birinchi bo'lib har doimgidek kompozitsiya ochib olamiz. Mana buni darslik deb yozaman. 4K format 30 fps. Menimcha 6 sekund yetadi. Bunga solid tashlaymiz. Keyin text yozishimiz kerak bo'ladi. Motion. Buni o'rtaga to'g'rilaymiz. Dublikat qilib yoniga suramiz. Darslik deb yozaman. Yana dublikat qilib yoniga surib, motion darslik 3 deb yozaman. Azim surib qo'yaman joyini. 1 2 3 4. 1 2 3 4 ta. Menimcha bo'ladi. Blurni yoqib qo'yamiz. Ozgina kattalashtiramiz. Menimcha ham yo'q, 170 yetarli. Yoniga qo'yamiz. Mana o'chirib turaylik. Yana buni ozgina kattalashtirish kerak ekan. O'rtadan kattalashtiraylik. 225. Yaxshi. Bular endi animatsiyasini qo'volamiz. Blur beramiz. Bularga kopiya qilib qo'yamiz. Bitta, ikkita, uchta, 4 ta frame tashlaymiz shift bilan. 1 2 3 4 ta menimcha yetadi. 25 yo 20 yetadi. 20 20. Buni F9 bosamiz. Grafikasini o'ynab qo'yishimiz kerak bo'ladi. 1 2 menimcha 4 ta ko'p, 3 ta qila qolamiz. Ana bo'ldi chotki. Bularni endi animatsiyasini sal to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Chotki. Bularni bitta kompyuter qilib olamiz. Text deb yozaman. Red qilib tura qolaylik. Bunga hozir effekt beramiz. Mana shu effektni berib olishimiz kerak bo'ladi. Ozgina ob'yomga cho'zamiz. 35 beramiz, menimcha shu yetadi. Centerdan hop, bu yerdan 30 olamiz. Bundan oldingi animatsiyani bu yerdan keladi. Voysilish ham tez o'tib ketdi. Mana shuni qildim. Ozgina tezroq. Bunday qila qolaylik. Mana chotki. Mana shunday bo'ldi. Shu yerda animatsiyani yana o'zgartiramiz. Bizga ikonka kerak bo'ladi samolyotda. Menda tayyor samolyot ikonkalari bor. Mana shundan foydalanib turaman hozir. Buni agar mana shu ikonkalarni o'zi kerak bo'lsa, pastda link qoldiraman. O'sha yerdan yuklab olsanglar bo'ladi. Agar yuklashga erinsangiz, bironta joydan ikonka olib qo'yaversanglar ham bo'ladi. Rotation 30. Buni rangini o'zgartiramiz. Fill berib, buni to'g'rilab qo'yamiz. Bunga keyin stroke beramiz. Stroke ham xuddi shunaqa rangda bo'ladi. Xo'p, bu yerdan bu yergacha qilib turaylik. Ozgina cho'zib qo'yamiz. Kichkinalashtiramiz. 50 ga 30 ham bo'lardi. Vроде bo'ladi. Mana bunga ulab qo'yamiz. Bunga animatsiya beramiz. Bu yoqdan chiqib kelsa,
Bu yerga o'tib ketish kerak. Ikkita, uchta, to'rtta frame orasi bo'lishi kerak. Darslik. Bundoq qilamiz edi. Mana shu yerda o't ketmasidan oldin srokni kattalashtiramiz. Xo'p. Prям yopib yuborishimiz kerak bo'ladi. 3000 qoraylik. F9 grafikasini o'ynaymiz. Yo, ozgina. Hop, bitta, ikkita. Yo, 1 2 3 4 5. Mana shu normal. Yo, ozgina mana shu yerdan boshlansa ham bo'lar ekan. No, mana da. Bunga ozgina scale qo'shishimiz kerak bo'ladi. Shu yerdan nol ochamiz. Mana ikkalasini bunga ulab turib, buni scale o'zini kattalashtiramiz. Ikkita, uchta. Ozgina harakatga keltiramiz edi. Bu nimaga nolni berayotganim sababi ozgina harakatga keladi. Ko'rdinglarmi? Ozgina harakatga kelish kerak. Ozgina harakatga kelib turib, bu yerda yana animatsiyani to'g'rilab olamiz. Bizga yana bitta hop kompozitsiya ochish kerak bo'ladi. Buni men deb yozaman. Ikkinchisi kerak bo'ladi. Buni rotationini to'g'rilab olaman. Bunga rang beraman. Fill. Hop. O'rtada turibdi. Ozgina scale kichkinlashtiraman-da. Bu yerga tashlab ko'ramiz. Bu yerda rangi yetganchalik buni rangi oq bo'lishi kerak. Bo'ldi-da. To'g'rilandi. Bunga endi bunday kelib turib urilish kerak. Urilishdan oldin ozgina buni bu yerdan to'g'rilab olaman-da. Pozitsiya beraman. Prям pastdan chiqish kerak bo'ladi. Shunaqa kelib turib uriladi. Voy, bu yerda yo'q, bo'ldi. Okay. Tushundim. Ozgina pastroq tushiraman yana. Bunga kelib turib urilish kerak faqat. Xo'p. Urilishini ozgina surishim kerak. Mana shu yerda chiqishni boshlash kerak. Qatga yopib qoldim. Mana shu yerdan chiqishni boshlash kerak. Hoppa mana. Kelib turib bang uriladi. Shu urilishdan oldin ozgina effekt berib olishimiz kerak. Xo'p. Buni rangi sal ochroq bo'ladi. Kattalashtiramiz. O'rtaga to'g'rilaymiz. Buni o'rtasiga, orqasiga o'tkazamiz. Scale. 3 ta. Qilaman. Opacity bilan o'ynashim kerak bo'ladi buni. 0 qilaman. Birinchisini ham 0 qilaman. Shunaqa holatga keladi. Faqat buni to'g'rilab qo'ysam. Voy. Qatga yo'q bo'lib qoldi endi. Stop. Bo'ldi.
Kelib turib, bundoq urilishdan oldin bu yoq o'rtasiga to'g'rilayman. Voy, silishgan bo'lib qolmadimi? Hozir buni to'g'rilaymiz. 300 turib urilganda faqat bunga ulab qo'yishim kerak ekan. Voy, 300, 400. Oh my god. 250 menimcha yetadi. Ay, 300. 300 yaxshi ekan. Jo'tta menga nimadir neta ko'ramayapti. Xo'p. Ozgina bitta ikkita frame so'ray. O. Chotki mana. Qolipiga tushdi. Faqat uni ham, buni ham rangini o'zgartirar ekanman. Buni ham sal ochroq. Bu вообще ham ochroq. Buni bir 50 qilib qo'ysam sal bilinadi. Kelib turib, bunda urilganda. Xo'p, 1 2 3 4 5. Mana shu holatda turib belgilab oling. Xo'p, bizda text motion darslik kerak. Motion darslik uchun kerak bo'ladigan tekst qilaylik. Kerak bo'ladigan ozgina kattalashtiramiz. 150 ga ozgina kattaroq bo'lib ketdi. Menimcha shu yetadi. Bunga qaraylik, hozir bitta maska beramiz. Xo'p, buni berib yuboraylik. Buni o'rtasidan keyin bunda to'g'rilab olamiz. Endi buni maskaga ulab qo'yishimiz kerak tekstni. Pass option maskaga ulaymiz. Ozgina o'rtasiga to'g'rilaymiz. Endi bunga xo'p maskadan animatsiya beradigan bo'lsak, masalan, bitta, ikkita ko'payib ketdi. Примерно shu yetadi. Bunga ham animatsiya bera olamiz. Ozgina o'rtasiga to'g'rilash uchun. Voy. Ashiko. Faqat buni ozgina pastroqga surishimiz kerak ekan. Endi bo'ldi. Endi buni tekstdan opacitydan o'chiramiz. Bilmadim, nimagadir oxir payt tilim juda ham ketyapti. Vop, voy, ozgina bo'lib qoldi. Ikkita framedan qoraylik. Bitta. Nimagadir menga ozgina to'g'rilab yuboraymi bu yerdan? Bo'ldi, все yaxshi. Xo'p, menga endi stikerlar kerak bo'ladi. Xo'p, menga bitta, ikkita, uchta, to'rtta yetadi. 4 ta stiker yetadi. Buni rangini o'zgartirib turay. Plan skelini ozgina kichkinaroq qilaman. 55 ga joylashuvini o'zgartiraman. O'rtaga to'g'rilab olaman bularni.
ozgina tepaga ko'taraman. Yana ozgina kichkinalashtirishim kerak ekan. 42. 1 2 bitta 2ta ko'taramiz. Bunga rotation beramiz. Ozgina o'zi bu qayrilib turgan ekan. Buni ozgina qayrilaylik. Buni ozgina 12, bundan 35 примерно. Bunga glow beramiz. 700 yetadi menimcha. Na, все bo'ldi. Bunga opacity beramiz-da. Buni ham o'chirib yuboramiz. Bu ham boshi hammasi o'chish kerak bo'ladi. Oxiri ham. Bo'ldi, все. Bitta o'chib yonadi. Bitta, ikkita. Da, ikkita mayli bo'la qolsa, yo'q. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Ozgina frame'ini surib qo'yamiz. Bu yerdan to'g'rilab olamiz. 1 2. Teskari tarafdan beraman. 1 2 3. Voy, silishgan. Ozgina ko'payib ketdi, bo'ldi. Xo'p. Voy, to'g'rilan. Bo'ldi. Joyiga tushdi. Ozgina ko'tarib qo'yar ekanman. 1 2 3. Kerak bo'ladigan navbatda. Kerak bo'ladigan. Faqat buni boshiga ozgina animatsiya berib yuborish kerak ekan. Opacity yana fast box bularni berib qo'yish kerak. Xo'p. Position. Bo'ldi, все. 3 ta. 1 2 3 4 5 6. Bunga 30 qilamiz. 0. Grafikasini o'ynab qo'yamiz. Voy. Bularni ozgina suramiz. Bitta, ikkita yetadi. 3 ta ko'paygan. Bu yerdan 0 qo'rar ekanman buni. Mayli, buni o'chirib turaylik. Vop. Kerak bo'ladigan. Hop. To'xtang, hozir buni tekstini aniq qilaylik. Unda bo'lib qoldi bu. Endi ozgina buni tezlashtiramiz. Bo'ldi, bo'ladi. Bo'ldi. Bitta o'rilganda bular boshqatdan ozgina to'g'rilaymiz. Hop, ana bo'ldi. Qani? Darslik uchun. Hop. Maqsad darslik uchun. Hop. Hop.
Ava boyagina ozgina orqaga tortar ekanmiz. Hop, ana. Darslik uchun hop, ana kerak bo'ladigan. Hop. Bo'lyapti. Mana shu yerda уже animatsiya bo'lishi kerak bu yerda yana. Короче, bunga hozir mana shu yerdan ushlab turaylik. O'zi buni tegi anaqasini ko'rib olay, rangini. Hoppa. Bundoq qilamiz edi. Voy. Buni 300 ga ko'paytirib qo'yaveramiz. Razmeri 1400 70-75. Xo'p. Ozgina tepaga ko'taramiz. 450 yo 470. Buni 2000 qilib ko'raymi? Opacity bunda 15 bo'ladi. 110. Menimcha shu bo'ladi. Buni bu yoqqa bunday to'g'rilaganimizda ozgina to'g'ri bo'lib ketib qoladi. 120. 125. Bo'ldi. Umumiy kompozitsiyani 8000 qilib tashlaymiz. Buni ozgina qilib 130. Bu yerga endi element deb yozib qo'yamiz. Buni rangi bu ko'kdan bo'ladi. Bu ko'kka mana bunga beramiz hozir. To'tqizib, bunga ham tashab, orqasigini on qilamiz, rangini to'g'rilaymiz. Element tekstni kattalashtiramiz. Torres. That's okay. Boya mavtga mana shu ekan. Короче, bunga 3D beramiz. Scale, rotation 1-2, 3 Xo'p, bundoq qilamiz. Bundan oldin bitta mavtda rangi o'zgarib olishi kerak. Bunga fill beramiz. Rangini o'zgartiramiz. Color. Bittadan keyin уже bu oqqa aylanishi kerak. Mana bu ichidagi ko'k. Bunda bo'ladi buni. Hop. 1 2 3 Buni ozgina skalani kichkinalashtiramiz. 35 yetadi. Keyin to'g'rilab olamiz. Undan oldin to'xtaylik. Bunga yana elementlar qo'shish kerak. Dublyat qilib, rangini o'zgartirib turamiz. Bunga pozitsiya vashcha kerak emas. Shape'imiz qani? What the fuck? Yo'q, boshqa shape olib qo'ygan ekanman, mana. Dublyat qilib, rangini o'zgartiramiz. Pozitsiya vashcha kerak emas. Joylashuv o'zini o'zgartirsa bo'ldi. Buni yana rangini o'zgartiramiz. Qani? Bo'ldi. Buni yoniga endi uzun liniya chiza olishimiz kerak. Primerni shunaqa chizib turamiz. Buni keyin o'rtasiga to'g'rilab olamiz. 60 beramiz. Yetadi. 110 qilsak yana, yo'q, 105 qilsak yana yetar ekan.
Xo'p, bunga bitta gradient bera olishimiz kerak. Okay, stroke no gradient ichiga kiramiz. Xo'p. Cho'za figня. Voy o'rtasiga to'g'rilamanman-ku. Qani bu yoqda ko'raylikchi. Da, vроде yaxshi. Mana shuni o'zi qoldiraveramiz. Bunga endi dumaloq berish kerak. Nomi esimdan chiqib qoldi. Buni rangi to'q ko'ki bu yoqga, ochiq ko'ki bu yoqga strokka beramiz. Strok ham 60 turadi, yaxshi. To'g'rilab olamiz. Liniya beramiz. Liniyka beramiz. Qattan liniya keldi. Liniyka beramiz. O'rtasiga to'g'rilaymiz. Ozgina kichkinalashtiramiz. 75 larga o'rtaga to'g'rilaymiz. Buni yana duplikat. Duplikat. Bo'ldi. Shu holatdan yaxshiroq. Ozgina yelkam og'rig'i qoldi. Yelkam og'rib qoldi. Xo'p, 70 beramiz. Bu yoqdan bitta ko'rib olamiz. Yo'q, katta. Bo'ldi, mana shu yetadi. Voy. Bunga glow beramiz. Vo. Bo'ldi. Bu yoqdan yaxshi. Endi bitta joylashuvlarini o'zgartirib olsak. Joylashuv yaxshi. Buni rotationini to'g'rilaymiz. Bunday qilamiz. Ozgina skala kichkinalashtiramiz. Oldiroqqa suramiz. Buni mana buni yoqib qo'yaylik. Buni ozgina bundoq suramiz. Bundoq, bundoq. Bundoq qilamiz sal, sal bundoq. Hoppa, qani? 35 ozgina kattalashtirar ekanmiz. Bo'ldi, shu. Xo'p, bu yerda mana shu yerdan chiqish kerak bularni. Opacity bitta, ikkita. Xo'p. 1 2 3 4 5 oldiroqqa suramiz. Endi bundoq oldiroqqa surib qo'yamiz. Bundoq sekin ochiladi. Mana bunimiz. Boyagi liniyamiz qani? Liniya qani? What the fuck? Bu yoqda ekan. Bu yoqga tush. Qo'mi tepada. Bu kerak emas. Buni 100 qilamiz. Nol qilamiz. Grafikasini o'ynaymiz. Hoppa. Bitta bunda yorishayotganda bu yoqdan scale'da chiqish kerak. Bitta, ikkita. Bularni tekstda opacity'si 100 tursin. Buni yana to'g'rilaymiz. Bir, ikki, uch. Yo, pastdan botdi. 1 2 3 4ta. Ozgina o'tib. Bo'ldi. Bu yoqda bu bilan bu bitta ikkitamidi?
Bir xil yonmayaptimi bu bilan? Yo, yonayotgan ekan bu bilan bir xil. Voy. Bo'ldi. Yo. Всё. Bu yerda tekst bo'ladi, bundoq tushadi. Endi bu yerda bitta ko'rvosi. Bu yerda yo'q. Ozgina bu yoqqa. Suril. Ana. 1, 2, 3, 4, 5. Xo'p, qaranglar. Sizlar masalan animatsiya qildinglar-da. Mana bu yerda tugab qoldi-ku, hozirgi mana masalaga ko'rsataman. Mana bu yerda animatsiyalar tugab qoldi-ku. Mana shu yerda animatsiyalar tugasa, mana qaranglar, masalaga hozir bitta oldin ko'rsatay, gapirishdan oldin. Tugadi, ko'rdinglar, mana qotib qoldi. Urildi, navbatda qotib qoldi. Shuni bitta ozgina oldinroqdan harakat bersanglar, grafikasi har doim nimaga mana bunaqa qilasizlar? O'zi buni asli sababi, endi buni men o'zimning shaxsiy fikrim, boshqalar buni boshqacharoq tushunishi mumkin. Men shunaqa deb o'ylayman. Masalan, mana bunaqa animatsiya bersanglar, ozgina harakatga kelib turib, mana bunaqa smooth o'tib ketadi, ko'rdinglarmi? Mana ko'rdinglar, mana. Navbatda oppa mana o'tadi. Mana vot, boyiga tiq-tiqdan ko'ra ancha yaxshiroq. O'shancha grafika har doim shunaqa taraflama ozgina plyusga ishlab ketib qoladi. Oppa. Mana bunaqa bo'ldi. Mana shu yerda ana qanaqadir lokatsiyaga o'xshagan narsa turish kerak. Buni location. Bunga atak shart emas u. 8000 3000 ga 3000 yetadi. Xo'p, ko'k rangimizni olamiz. Ko'k rang beramiz. Ozgina ochroq qilamiz. O'rtaga to'g'rilaymiz. Ozgina teparoq ko'taramiz. Xo'p, bunga mana bunaqa narsa berishimiz kerak hozir. Bundan strokini o'chiramiz. Rotation o'zgartiraman 180 ga. O'rtaga to'g'rilayman, scale'ini ochaman. Eniga cho'zaman ozgina. Ozgina cho'zilib ketib qoldi. Вроде нормальный. Bunga ikonka qo'yishimiz kerak. Offset. Fill beramiz bunga. Buni oq qilamiz. Xo'p. Maska beramiz. Voy. Maska beramiz. Bu yoqdan ko'rinmas qilib qo'yamiz. Hoppa, ozgina kattalashtiramiz. Glow beramiz. Примерно shunaqa. Endi o'shani bu yerga joylashtiramiz. Pasi juda ham qalin bo'lib ketib qopti. 80, 50, 75. Voy, 75. Voy. Bo'ldi, buni mana o'rtasiga to'g'rilab qo'yamiz. Ozgina kattalashtiramiz. Tepasiga tekst yozishimiz kerak bo'ladi. Olish uchun buni o'chiramiz. Olish uchun katta O. Endi bu yoqqa kelinglar. Olishni kattalashtiramiz. 250.
Mana shu yo'q. 325 yetadi, bundan ortig'i ko'p. Beramiz. Okay. Copy, paste. 1 2 3 ta. Yigirma besh bora qolsin. 0 qilamiz. Ozgina bir tor. Okay. Mana buni ozgina kichkinalashtiraylik. 250. 200gami? Mana shu sal chiroyliroq bo'ldi. Olish uchun buni anchor pointini pastga to'g'rilab qo'yamiz. Shudan уже boshlanishi kerak. Bitta, ikkita. Bu yoq ham shart emas. Bitta, ikkita. Scale qilamiz. Ozgina grafikasini o'ynaymiz. Ya, 1 2 3 4 5. Şurada o'sha chiqarsa. Olish uchun mana shu yoqdan ketadi. Endi shu darslikka kompozitsiyani yana bittasiga tiqib olamiz edi. Olish uchun mana shu yerda shuni turib tursa, orqa fon oq qilamiz. Scale bitta, ikkita 7 sekund. Xo'p, buni cho'zib qo'yish zo'r yo'li bitta frame oldindan bundoq qilib, buni bundoq qilib kerak. Bo'ldi, shu. Olish uchun o'sha bo'ldi, shu. Tugadi. Olish uchun 1 2 3 ta 60. Xuddi shuni yo'q, duplikat emas. Obuna bo'ling deb yozamiz. Bu yerda obuna bo'ling bor. Kompozitsiya ochib olamiz. Torka text obuna. Bunga solid tashlaymiz. Tumalab beramiz. Bunga blur beramiz. Ozgina 700 yo'q, 600. Burati sal yaxshiroq. Xuddi shuni bu yoqqa beramiz. Xuddi shuni bu yoqqa beramiz. Obuna bo'ling. Undoq. Bularga ozgina noise beramiz. Sal chiroyliroq ko'rinadi. Hop, mana 30. Buni copy paste qilamiz. Bunga after o'zini effektini beramiz. So,
Bo'lsa bo'ldi. Buni ham bu yoqqa olib chiqamiz. Hop, scale 100 turadi. Bu yoqda 140. Buni grafikasini bir xil qilishimiz kerak. 1 2 3 4 5. Yo, buni ozgina cho'zamiz. Bitta, ikkita. Buni qilamiz. Animasiya olish uchun hop, kerak bo'ladigan elementlar olish uchun obuna bo'ling. Olish uchun mana shu yerda uje skalamiz o'zgarishi kerak ekan. 1 2 3 4 5 boy yetganimda ozgina oldinroqdan chiqarib qo'yamiz. Buni o'rtasidan qilamiz. Obuna bo'lingni bu yoqqa cho'zamiz. Obuna bo'ling. Obuna bo'ling. Chotki yana. Bo'ldi, zo'r. Bugungi darsligimiz shundan iborat edi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, orqamda yorug' tushdi, soat 6:30. Men darslik yozyapman sizlar uchun. Buni har doimgidek to'liq, detalli o'rgatadigan bo'lsam, 1-2 soat bo'lib ketishi mumkin, undan ko'proq ham bo'lishi mumkin. O'shani hisobiga sizlarga qisma ko'rsatib o'tib ketdim. Buni ranglarini, elementlarini, tekstlarini, yana shunga o'xshash animatsiyalarni o'zingizga o'zlashtirsanglar bo'ladi bemalol. Men sizlarga qisma ko'rsatdim. Keyingi darslikda ko'rishguncha, bundan keyingi darsliklar bundan juda ham boshqacha bo'ladi. Uni ham kutinglar, ular ham tez orada chiqadi.